O'zbekistonda mahalla raislariga yerni auksionga chiqarish vakolati beriladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligidagi yig'ilishda aytilishicha, raislar endi mahallalarda xususiy bog'cha, maktab, klinika va sport inshootlari qurish uchun yerni auksionga chiqarish vakolatiga ega bo'ladi. Endilikda mahalla raislari ham auksion uchun yer ajratish huquqiga ega bo'lishadi. Bu nafaqat yer ajratish tizimi bo'yicha, balki geodezistlar uchun ham yaratilgan keng imkoniyatdir. Negaki, auksionga qo'yiladigan har bir yer uchastkasi topografik syomka qilinishi kerak. Chunki topografik syomkada joyning aniq chegara maydoni, mavjud bino inshootlar borligi, kommunikatsiyalarning qayerdan o'tganligini aniqlash va kelajakda qurilish va loyihalash uchun xato kamchiliklar bo'lmasligi uchun xizmat qiladigan topografik syomka hisoblanadi. Demak, yangi tartib bo'yicha topografik syomkaga bo'lgan talab oshishi mumkin. Bu esa geodezistlarga qo'shimcha yangi buyurtmalar, yangi loyihalar va o'z qobiliyatini ko'rsata olish imkoniyatidir. Shuni unutmangki, talab qancha oshgani sari mas'uliyat ham shuncha yuqori bo'ladi. Sizningcha bu qaror geodeziya sohasining rivojlanishiga qanchalik ta'sir ko'rsatadi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiringlar.